hurmatli tinglovchilar, bugungi darsda arifmet dasturida kartani qanday qo'shish, ya'ni raster formatdagi, vektor formatdagi qatlamlarni ma'lumotlarni qanday qo'shish haqida biz tushunchaga ega bo'lamiz. Birinchi qiladigan ishimiz bizlarda mana edit bo'lim bor. Eslaringizda bo'lsa, o'tgan darsimizda o'sha arifmet dasturini mana bu yerda menyular bilan tanishib chiqqandik, ozmi ko'pmi. Proyeksiyasini tanlagandik. Mana koordinata sistemasi. Eslaringizda bor, mana 11ni tanlagandik. Mana xo'sh. Endi biza karta qo'shishimiz kerak. Birinchi qiladigan ishimiz karta qo'shamiz. Mana kartani qayerdan olamiz? Bu menda oldin ishlagan kartam bo'yicha ma'lumotlarim. Mana qarasangiz, hozir biz Toshkent viloyati bo'yicha ishlaymiz. Bu ishimizda Toshkent viloyatida bilsangizlar respublika chegara bor. Yana avtonom respublika Toshkentda yo'q, faqat respublika bor. Ya'ni Tojikiston, Qozog'iston bilan respublika chegarasi mavjud va bizlarda bor yana viloyat chegarasi bor, yana bor tuman chegarasi bor. Tuman chegara menda hozir yo'q ekan. Xo'sh, tuman chegara ham bor. Shuning uchun har biriga alohida shartli belgi qo'yiladi. Shu sababli har biriga alohida bitta chegara deb turib qatlam yaratiladi. Nega har biriga alohida bitta qilsa bo'lmaydimi degan savolga, o'sha har bir shartli belgida alohida bo'ladi. Ya'ni respublika chegarada, viloyat chegarada, avtonom respublika bo'lsa, tuman chegara har birida alohida shartli belgisi mavjud. Mana biza edit bo'limini qo'shganimizda bizlarda shunaqa oyna chiqadi. Bunda biza mana papkacha bor, ustida plusi bor. Mana ustiga bosamiz. Yozib qo'ygan bunda connect to folder. Bosamiz. Nima chiqdi? Bunda o'sha birinchi qiladigan ishimiz o'sha qatlamimiz yoki bo'lmasam o'sha kartamiz qayerda turganini, joylashganini ko'rsatamiz. Mana biza tanlaymiz. More computer. Mana menda J diskda, mana J disk. Bunda hozir dasturlar shu turgan joyini ko'rsatamiz. Mana bu yerda menda shunaqangi siyosiy ma'muriy kartalar bor. Barcha viloyatlar va albatta O'zbekistonning o'zi. Biz hozir aytganimizdek, Toshkent viloyatini kartasini elektron formatga olib kelamiz. Buning uchun mana bir marta ustiga bosdik va edni bosamiz. Bir marta, ya'ni tez ikki marta bossak ham bo'ladi. Mana tez ikki marta bosib bunaqa qilsak ham bizlarda 3 ta band shaklida chiqadi. Lekin bizlarda bunaqa qilsak xatolik bo'ladi. 3 ta bandni alohida qo'shiladi va qanaqadir bizlarda kerakmaydigan narsalar bor. Xullas, bizlarda Toshkent viloyatining ustida bir marta bosamiz o'sha rasm ustiga va edni bir marta bosamiz. Mana Toshkent viloyati kartasini qo'shdik. Keyin yana bitta usuli bor bu kartani qo'shishni. Hozir ko'rib chiqamiz. Mana agar рабочий stolingizda bo'lsa rasm, o'shadan ham olib tashlasangiz bo'ladi. Men hozir sizlarga boshqacha rasmni tashlashni ham ko'rsataman. Mana xo'sh, bu yerda yo'q ekan. Xo'p, mana qaytadan kiramiz. Mana kartalar. Xo'p. Mana shu kartamizni Toshkent viloyati. Birinchi buni o'chirib olamiz. Mana o'chirish qanday bo'ladi? Ustiga kelasiz, mana bir marta ustiga mishkani chap tarafini bosasiz va o'ng tarafini bosasiz. Mishkani remove, bu o'chirib tashlash. Buni o'chirib tashlaymiz. Endi bunaqa
qo'shsangiz ham bo'ladi. Qarab turing. Xo'sh, Toshkent viloyati mana. Shunday kelasizda mana ochilib turgan argument dasturi. Shunday kelasizda mana tashlab olasiz. Bo'ldi. Okey. Mana ikkita usulda kartani qo'shishni ko'rib chiqdik. Hop, bizda endi qiladigan ishimiz nimadan iborat? Birinchi o'sha kartamizni geobog'lash qilishimiz kerak. Geobog'lash qanday bo'ladi? Buning uchun bizga georeferencing bo'limi mavjud. Sizlarda yo'q bo'lsa, mana bu yerda ekranni mana ochiq turgan yeri bor, menyular qatorida. Qo'shimcha panellar joylashtiriladigan hududimizda ochiq turgan yerga mishkan o'ng tarafini bosamiz, mana bizlarda bir nechta yana qisqacha quyruqlar jamlanmasi, komandalar to'planib chiqdi. Mana shu галочка qo'yilgan har bittasi mana shu yerda bor. Misol uchun georeferencing mana bu yerda bor, editor mana bu yerda bor mana. Xo'sh, yana standart bo'limi, mana standart bo'limi mana shu qator mana shu qator va hokazo. Misol sizda bu narsa yo'q bo'lsa, mana hozir o'sib ketdi. Yana o'ng tarafini bo'lsangiz, ekran ochiq turgan yerda mana georeferencing bo'limi bor. Mana keldi. Buni o'zingizga mos qayerda joylashtirsangiz o'zgartirsangiz bo'ladi. Xo'sh, mana boshqasi misol uchun bu yerga qo'ysangiz ham bo'ladi. Chetida bo'lsam tepada bu yerda menga shu yer ma'qul. Yo'l bog'lash qanday bo'ladi? Yo'l bog'lashni ham ikkita usuli bor. Men hozir bittasini ko'rsataman. Mana bu yerda nechta rasm ma'lumot, ya'ni rasm karta yo bo'lmasam topografik karta bo'lishi mumkin, siyosiy, ma'muriy, tabiiy farqi yo'q. Bo'lsa shuncha chiqadi. O'zingizga mosini tanlaysiz. Misol uchun bu yerda bir nechta bo'lsa, o'shalarning hammasi ko'rinib turadi. Mana plyusga bosamiz. Birinchi turgan add connection control point deb qo'yibdi. Bosamiz. Bosamizda mana yaqinlashtiramiz. Biz nuqtalarni kamida 4 ta nuqtani tikishimiz kerak, ya'ni birlashtirishimiz kerak. Bu uchun qaysi shaklda? Oldin bu yeridan, chap taraf tepadan, shimol qismidan, keyin o'ng taraf pastidan, mana ko'rinadigan yeridan, meridian va parallellar tashlanishini. Keyingisi yo pastidan, chap tarafidan yo o'ng tarafdan tepasidan. Xohlagan tarafingiz. Qaysi shaklda? Ya'ni X shaklida. Mana birinchi nuqtamiz. Meridian va paralleldan tutashgan yer. Qani topib olamiz. Hop. Mana bir marta bosamiz. Control point. Mana bosdik. Qanchalik ko'p yaqinlashtirsangiz, shunchalik aniq chiqadi. Mana yaqinlashtirdik. Kisaytiramiz. Birinchi nuqtamiz mana yozib qo'ydik. Keyin xo'sh, bizlarga hozir bu yerda meridianni kenglik va uzoqlik bo'yicha qiymatlar kerak bo'ladi. Mana qaraymiz. Ekranni mana bir marta nuqta bosganimizdan keyin ekranimizda xohlagan yerida ekranda mana mishkan o'ng tarafini bosamiz. Bosdik, nima chiqdi? Input X and Y. Bu to'g'ri burchakli koordinata sistemasi. Ya'ni, misol uchun hozir ko'rdik tepada necha bo'lgan? Tepada mana 69 gradus 30 minut deb qo'yibdi, to'g'rimi? Bosganimizda input X, Y nima bo'ladi? Bunda 69,5 deb yozasiz. Tushundingizmi? Agar yo 70 bo'lsa, 70 bo'ladi faqat. Bunda nima? Mana bosib ko'ramiz. Mana ko'rdingizmi? Belgidan keyin son yozasiz faqat. Minut, gradus, sekund yozilmaydi. Bizlar lekin hozir bu gradus qiymatiga ega bo'lgani uchun mana ikkinchi turgani bor. Mana bosamiz. Bosganimizda nima chiqdi? Birinchi meridian bo'yicha